İkinci kısım, birinci bölüm. Yaralarga salam, dedi Avdi pes avazda qattiq düpüldep soqvatgan yürkini besishga tirishib. Xuddi biliqchilarnikidek epchilgini yig'imi kursida tayoq o'ynab o'tirgan Girshan bir ko'zni qisib qaradi. Va alaykum assalom, lekin kimdan ekan bu salom? Avdi ixtiyorsiz kulib qo'ydi. Sening sog' salomatliging kerak bo'lgan odamdin-da. Ha, shundaqmi? Qoyilman, bizni xursand qilding. Yaxshi boshlangan ishning oxirimi yomon bo'lmaydi. Odamzod bo'lmagan cho'lda ko'ngil so'rganning yo'li boshqa. Nemisin deysan? Hammamizlar tirik jonda, to'g'rimi? Gap kichichan ekan, uning ustiga o'qigan bo'lsa, ish chatoq. Bundaqini zodla kutmagan edim. Bir qismi qiliqlarni qiladi, o'zini mamadani qilib ko'rsatyotdi deb o'yladi Avdi. Nima sababdan? Yoki o'zining nayran mumkin bu. Avdi Girshanning chiroyiga qarab asti qoldigan hech narsa yo'q ekan deb qo'ydi ichida. Sirtidan u odatdagi odamdek ko'rinadi. O'ttiri bo'yliqdan sal egizrak, sochlari xeyli qo'ng'ir, usti bishimi yeshiq munosib bo'lib, ko'ziga anchalik tashlanib turmaydi. Tor burulka, yoqsi sirtmiliq ko'ni ko'nglik, beshida cho'ntakkimi petib ketadigan ko'rimsizli shapka. Agar Girshan naka bo'lmagan va shuning tufaylidan yo'g'on budur chuqur tayoq ko'tarib yurmagan bo'lsa, uni boshqa odamlardan farqlantirib olish tasga to'xtaydi. Girishanga ko'proq tikilib qaragan kishi uning ko'zlarini yodidan chiqara olmasa kerak. U o'ynab turgan qo'y ko'zlarini o'zimi sezmagan holda tez qisatdi. Qarashlardagi ma'no uzluksiz o'zgarib turadi. O'g'irliqcha qiya boqatdi. Rangsiz qoshlarini o'chiratdi. Xuddi bir bulunga qisib qo'yilgan, etilib xiris qilib tishlamoqchi bo'layotgan, lekin jur'at qila olmayotgan va shuningga qaramasdan xiqirayotgan vahshiy hayvonga o'xshaydi. Ehtimol gap qilganida ha degandala ko'zga tashlanadigan ustunki o'ttirchishi sunib ketganligidan shundoq ta'sir paydo qilib qolgandi. Oltin tish qo'ydirib olishmi mumkin edi, lekin nemishqidir qolmabdi deb o'yladi o'zicha Avdi. Balki ortiqcha ko'zga tashlanib turishni xohlamagandir. Putung nima bo'ldi? Qayrilib ketdimi? Qaramay qadam tashlab qo'ydingmi ya? Adab yuzdan so'rdi Avdi. Girshan beshini bilinar-bilinmas chayqab qo'ydi. Ha, ozroq zaxm chekkandek qiladi. Ko'zimga qaramabdiman. To'g'ri deding, Avdi. Isming shundaqmi deyman, ha? Ha, ismim Avdi. Injildan ilingan-ku deyman. Ajoyib ismlar bo'ldi-da, ha? Girshan so'zlarini atay so'zib, tilini chaynadi. Avdi degan ismdan cherkovning puruqi kelib turadi, dedi u uyatchanlik bilan. Qarang, odamlar bir chaqlarda Xudoni diliga tenib yashagan. Rus o'lkasidagi Prechestinskiylar, biologi bo'lgan, Blagovstovular mana shundan kelganda, sening familiyangmi ismingga loyiq bo'lsa kerak deyman, ha, Avdi? Kalistratov. Mana ko'rdingmi? Hammasi to'g'ri kelyotdi. Mening nomim bo'lsa to'lim oddiy. Qara, ishchining nomi Girshan. Lekin gap buningda emas. Shundaq deysang, sen haqliqsan. Avdi Kalistratov. Oyog'imga qaramab ekanman. Buningdan qo'rqinchli bir xulosa chiqadi. Odam agar uchiga chiqqan ahmoq bo'lsa, putining ostiga qarab yursin. Aqlsiz boshning jafosini put tortadi. Deganimi mana shu haqda aytilgan. Ko'rib turibsan. Oqsoqlab qoldim. Rostini aytsam, shundaq tayin yo'q ishlar. Buning nima ta'sir bo'ladi? So'rdi Avdi Petruxa aytgan gapga imo qilib. Tushundim. Sagakligini yo'qotmagan Girshan. Shu mazzasizlik tufaylidan ishingmi yaxshi yurishmagandi demoqchiman. Ochiqroq imo qildi Avdi. Bu boshqa gap. Girshan shu zamonda nayrangmozligini yig'ishtirib, darhol tonini o'zgartdi. Har ishni nazarda tutayotgan bo'lsang, gaplaring to'g'ri. Lekin buning hozir ahamiyati yo'q. Meni boshqa narsa tashvishga selyotdi. O'zingni sezayotgansan, bo'lmasa menga sening bilan sheti-peti deb sherin suhbat qurib o'tirishning nima keragi? Gapning qisqasi, meni o'zlarining oqsoqilda ko'rishidi. Harbiy sizga aytganda starshina. Shuning uchun men odamlarimni saqlab, front sizig'idan omon esan o'tib olishim kerak. Menga hammadan zaruri shu. Undaqda mening yordamim lozim bo'lsa, tayyorman. Umuman bir parang'ishib olsak, yomon bo'lmas edi. Taklif qildi Avdi. Meningmi shu odamlar to'g'risida aytilgan gaplarim bor. Fikrimiz bir yerdan chiqqanini qara. Gaplar bo'lsa
Bo'pti muңdishimiz, deb ko'ndi Kirshan. O'zimmi dal shuni mo'ljallab oldim. Misol uchun bir masalani aytay, lekin oramizda qolsin. Mug'ambirlik bilan imo qildi u. Ondan bir chetda gapga qo'shilmay o'ltirgan ikki chaparmanga buyurdi. Sizlar bekor o'ltirmay, berib hozirlik ko'ringlar. Chaparmanlar oldin kengishib qo'ygan bo'lsa kerak, aytilgan ishni ado qilish uchun g'ing qilmay ketishdi. Kirshan topshiriq bergach, soatiga qaradi. 1 soatlardan keyin poyezdlarga chiqish harakatini boshlaymiz. Ko'rsan, bizning qanday ishlaydiganligimizni dedi u oldin qo'yilgan shart bo'yicha Audiga. Biz intizomga qattiq rioya qilamiz. Xuddi parashyutdan askar tashlagandek. Biz haqiqatan vatanning sebi o'zidan bo'lgan naqm fidoyi parashyutchi askarlari biz. Senmi buyurilgan ishni qil. Bu yerda undaq edi, mundaq edi degan gaplar oqmaydi. Hammamiz jon ko'ydirib harakat qilsak, kashqurun jalpaq sazga yetib olamiz. Kirshan ma'nilik holda jim bo'lib oldi. Ondan Audiga yolg'izlik bilan nazar tashladi-da, sungan tishini ko'rsatib hejaydi. Eng muhim gap boshqa yoqda. Bu yerga nimishqa kelganliging to'g'risida. Sen g'odiqma, oldirma. Nima desamkin, jinoyatchilar ichiga beshing qiyib tushib qopsan. Texi bu haqda yana paranglashimiz. Sen chaparmansan, ishchimizga kirib olding. Jiq narsalar endi sana ma'lum. Rangi ro'yinga qarsam, ancha tantaktakmi qilmaysan. Lekin bu to'zaqqa o'z ixtiyoring bilan tushding. Shundaq ekan, barakat top. Sana shuncha ishonch bildirdik. Senmi ishonchimizni aqla. Buning bilan nima demoqchisan? Bayqishimcha o'zing sezib turgan bo'lsan kerak. Sezish boshqa, ochiqini bilgan boshqa. Ular o'tib ketayotgan poyezd shovqinining tinchini kutib jimib qoldi. Har ikkisi endi bo'ldigan muqarrar jangga hozirlik qilyotdi. Odamlarning muomalasi naqadar g'alati deb xiyoldan o'tkazish shu paytda oldi. Mana shu bepoyon cho'lda hamma tang, hammaning imkoniyati barobardak. Ish o'ngdan kelmasa, hammasi qo'lga tushadi. Qonun oldida tang javob beradi. Omadi kelsa, hamma birdek manfaatdor bo'ldi. Lekin mushu yerga odamlar o'z qonlari bilan shakllantirgan qonunlarni so'rab kelishgan va Kirshan ularning ustidan hokim bo'lib olgan. Bu yerda uning hukmi o'tadi. Demak, sen ochiqlab gaplashir ekansan-da, deb oradagi jimjiqlikni buzdi Kirshan. Undaqda bo'pti. Mujmal qilib gapini so'zdi u. Ondan xuddi hushini topgandek mug'ambarlik bilan qo'shib qo'ydi. "Manqara, sana bo'rlar hujum qilganmish, rostmi?" "Ha, shundoq bo'ldi", deb tasdiqladi Avdi. "Sana bir necha savolim bor. Shularga javob berishing uchun qismat seni tirik qoldirgan o'xshaydi. Shundoq emasmi?" Avdi Kalastratov kamtuk tishini ko'rsatib hejaydi Kirshan. "Balki shundoqdir. Undaqda gapni aylantirma. Menga hozir mushu tapda meshaning o'zida javob bersan. Nimishqa mening yigitlarimni yo'ldan ozdirasan? Gapingga bir tuzish bersam qandaq?" Uning so'zini bo'ldi Avdi. "Nima deysan? Qonunga yana tuzish kirgizmoqchimisan? Men ularni to'g'ri yo'lga solmoqchiman. Shuning uchun bu yerda yo'ldan ozdirish degan gap ketmaydi. Bu ma'madanchilikni yig'ishtir, yo'ldosh Kalastratov. To'g'ri yo'lmi, noto'g'rimi, bu haqda har kimning o'z tushunchasi bor. Sen har xil chaqchaqni qo'y. Gapni aylantirib o'ltiradigan yer emas bu. Sen bu qiliqlaring bilan nimalarga erishmoqchisan? Hazrat otaxonim, nima sen meni o'zining foydasini ko'zlab yuriydi deb o'ylayapsan? Buningga gumonim yo'q. Bo'lmasa nima qo'llarini kang yaydi Kirshan va xuddi "Topdimmi?" deganda qilib masxarlik ejaydi. "Hech narsani ko'zliginim yo'q. Menga hech narsa kerak emas", keskin javob berdi Avdi. "Noiti yaxshi, xushal bo'lib tovladi Kirshan. Gaping joyida. Mening deganimdek chiqyotdim. Sen toza heliqdek sarang talvilardan o'xshaysan, bundaq odam." "Bas, nima demoqchi ekanligingni bilib oldim. Birinchidan, muyun qumga nashi yig'ish bahonasida kelganing, oramizga kirib olganing pul tepish uchun emas, shundaqmi? Sen pulni emas, Aysa payg'ambarni yaxshi ko'rsan, to'g'rimi? Buning sababi seni diniy maktabdan qo'g'ilib keyin beshingni nega tiqishni bilmay qolganingdanmi emas. Ishing hamma yerda o'ngdan kelmaganidanmi emas. Topdimmi? Men shularning o'rnida bo'lgan bo'lsam, seni illa billah deganingga qo'ymay tepib yo'lga solardim. Bu holingda seni beshiga tangatdimi ular? Dindorlar almisaqdan qolgan koni o'yinlarni yoqtiradi. Sen bo'lsang, esingni yeb qo'yganliging uchun hammasiga jiddiy qaraysan.
Shundaq senmi manga jiddiy qara, dedi Avdi. Shundaq bo'lmaychu, meni tushunmaydi deb o'ylayapsan. Men hammasini ko'rib turibdiman. Kimligingning ichki teshig'ini ko'rib bilib turibdiman. Sen qalandarsan, sarangliqingdan mushu ko'ylarga tushib yuraysan. Bo'lmasa bu yerlarda sana pishirib qo'yibdimi? Sen nashi yig'ib mani qildigan zaharni pul tepib qilib, jon beqib yurgan bizdek bechoralarning ko'zini ichib qo'yg'ili, razillik o'risidan xalos qilg'ili kelgan. Hedi 3 chaqirim joydan odamning ko'nglini ilashtiradigan, abjiq chiqib ketgan pan nasihatlarni tarqitaman degan. Gunohkorlarni gunohdan xolis qilg'uchi bo'laman deb ko'nglim ko'pikkan. Ularni yomon yo'ldan qaytaraman deb o'ylagan. Bizning o'zgarishimizni tova tarazu qilishimizni hamma qandoq bo'lsa, xuddi shundoq bo'lishimizni istagan. Sen umumiy ong andizlarni bekmi qadrlaysan-ku? Shundoq emasmi? Hozir g'arbmi bizni bir andizda fikr qiladi, davatadi. Girishan kutilmaganda o'rnidan dakkida turib ketdi. Uni ko'rgan odam zotla puti zaxim yegan demaydi. U Avdiga yiqilishib, qizirib ketgan ko'zlarini uning yuziga qadadi. "Hey, xalos qilg'uvchi vakil, sana qarshi qanday kuch turganligini bilamsan?" "Bilaman, shuning uchun bu yerga keldim. Yana ogohlantirib qo'yay. Men deganimdan yanmayman. Sizlarni deb mushu yo'lga kirdim. Endi peshonamga yezilganini ko'rman. Sen buningdan ajablanib yurma." "Ha, texi bizni demsan?" Gershanning chiroyi purishib ketdi. "Ko'nglingni to'xtat. Ajablanmayman. İnsoniyatning qutqizish xudosi chambarchas bog'lanib, aqlidan ezishga tas qolgan edi. Men buningdan ajablanmayman. Uning qo'llari krisqa mixlangan, beshi ko'ksiga tushgan, chiroyi azobdan purishgan edi. Mana buni senlar ko'rish, ammo yig'lashma. Abidil abad tavob qilish. Rost, ba'zi bir aqlli odamlar qancha zamonlardan beri bizni qutqizmoqchi bo'lib yuribdi. Ular shuni o'zlariga kasb qilishib olgan. Oxir nima bo'ldi? Bu dunyoda kimni qutqiza oldi? Nimalarni qutqiza oldi? Qani javob ber. Burun mavjud narsalarmi hozir o'xshashli mavjud-ku. Odam yanla shu odam. Shuningdan buyon odamning mijoz xulqi qilcha o'zgarmadi. Biz bo'lsak, biz gunohkorlarni kim kelib gunohdan xalos qilarkin deb to'rt ko'z bilan kutyapmiz. Sen qalisratib bu ishni qilishga loyiq emassan. Biroq sen to'satilla oramizda unding. Sen kelding, o'zingga to'pimi yuqtirmay kelding. İstisa bilan levini purishtirdi Gershan. Marhamat, ey yosh Xristos. Mening ustimda og'ziga kelguncha gap qilaverishing mumkin, lekin Aysoning nomiga shak keltirma. Tanbih berdi Avdi. Meni qanday kelib qoldi bu deb ajablanayotsan. Jackning tutyotdi. Valanki buning hech bir ajablanarlik yeri yo'q. Peshonamga sening bilan uchrashish kutilgan ekan. Obdaroq o'ylab baq. Nihoyat sen buni tushunmaysan-ku. Men bo'lmasam, boshqa bir kim sen bilan albatta to'qnashadi. Men bo'lsam, sening bilan uchrashishni hisobga ilib qo'yganman. Ehtimol, menimi hisobga ilib qo'ygansan? Hisobga olmamdigan bizning bir-birimizga duch kelishimiz muqarrar edi. Mana men yetib keldim. Sen degandek o'zimga to'pimni yo'qtirmay keldim. Parasitinga ashqallah, o'g'lan, biz bir-birimizsiz kun ko'rolmaymiz. Buning o'ziga yarasha bir bemazza qonun yetimi bo'lsa kerak, lekin o'pkangni besib ol. Xalos qilg'uchi Kalistrativ. Sening qoidang bo'yicha amaliyotda hech narsaga erishgil bo'lmaydi, lekin qiziq yigit ekansan. Shundoq bo'lsa-mu bu ma'madanchiligingni bo'ldi qilayli. Bo'ldi. Kimligi menga aniq. Sana bir yaxshi maslahat beray. Bor yo'lingda qolma, Kalistrativ. Hammadan avval o'z jiningni qutqiz. Sana hozir hech kim qo'l tegizmaydi. Çöldən yıqqan narsalarını bo'lsa, xohlasang boshqalarga ulashtirib ber, ya ko'ydirib et, ya shamolga chash. Bu sening ixtiyoring. Lekin o'ng quloqing bilanmi, so'l quloqing bilanmi obdan anglab ol. Endi hech qachon bizga yaqin yo'llama. Gershan shundoq deb tayqini tashqa manlik urib qo'ydi. Men sening bu maslahatingga kirolmayman. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Menga qara, sen qip-qizil sarang ekansan-ku, sana nima to'sqinlik qiladi? Men Xudo oldidimi, o'zimning oldidimi sizlar uchun javobgarman. Balki sen buni tushunmasan kerak. Yo'q, nimishqa tushunmaydi ekanman.
deb ovozini ko'tarib vaqirdi Girshan g'azabdan chiroyi tatargan holda. Men har holda teatr kishilari orasida o'sganman. Manga ishon, nima o'yin ko'rsatmoqchi bo'layotganingga aqlim yetib turibdi. Tushunaman, lekin sen o'yinga haddidan ziyoda berilib ketdingmi? Qandaq? Har qandaq, hatto eng ulug' o'yinlardan keyinmi parda yopildi. Mana hozir yo'ldosh qalasratib, parda birdan-bir tomoshabinning oldida yopildim. Ko'zingga qarab ala. Seni deb o'shiqchi gunohga petib yurmay yana. Esingning borida etkingni yop. Gunoh deysan-ku, nima demoqchi bo'layotganingni bilib turibdiman. Lekin mening uchun qabohatini ko'rib bilib turib, uningdan yuz o'rib ketishni ortiq gunoh yo'q. Meni o'limdan qaytarman deb ovorqa bo'lma. Aytayli, Monolenko, Petruxa va sana tizginni tutqizib qo'ygan boshqa bolalarning holi nima bo'ladi? Men buningga farqsiz qarab tura olmayman, jumladan sangami. Barakalloh, uning gapini bo'ldi Girshan. Bizning turmushimizga aralashishga nima haqqing bor? Qandaq yashash har kimning o'z ixtiyorida. Seni umrimda mana hozir ko'rib turibdiman. Sen kim bo'lasan? Xuddi sana osmondan muborak vahiy tushgandek, men va boshqalar ustida qayg'ursan. Jiningni qiynama, sarang bo'lsang, o'zingga xuddi Xudo xayrangni bersin. Mana bu yerdan biz sening sizmi kunimizni ko'rarmiz, tushundingmi? Yo'q, men unda qila olmayman. Osmondan vahiy kelganmi, davatsan. Menga hech qanday vahiy va yo'l yo'riq kelmagan. Adolat va burish tuyg'usi menga shunday qildiryapti. Men ana shularning vakiliman. Bularni hisobga elish olmaslik sening ishing. Ammo men qanday bo'lmasin, ularni ado qilaman. Hozir sen o'z taqdirimni o'zim hal qilaman deding. Bu gap quloqqa chiroyli qoldi. Biroq bir-biriga daxlsiz taqdir yo'q. Tug'ilish va o'lishdan boshqa taqdirdan ajratadigan siziq yo'q. Tug'ilish va o'lish oraliqida bo'lsa, biz xuddi ishlagan yiplardek bir-birimizga qo'shilib ketamiz. Girshan, sen va sana tava bo'lgan ovu odamlar o'z foydanglarni ko'zlab boshqalarga mana mushu cho'llardan nashib, billa baxtsizlik va kulfat elib borsizlar. Odamlarni kayib vasvasiga solisizlar. To'zqonlarga ilindirsizlar. Ularni umidsizlik va pastlik qaynimga tashlaysizlar. Sen nima deb bizga qorliq qilsan? Biz nima qilish, qanday yashashni sendan o'rganishimiz kerakmi? Men qozi emasman. Sizlarga o'xshashlar bir odamman faqat. Nima faqat? Faqat men hammamizning ustida xiyonat hamda rahim shafqatning eng oliy hokimi Xudoning borligiga ishonaman. Yana Xudo, xo'sh, buning bilan yana nima demoqchisan? Xudoning muhitni marhamati bizning irodamiz orqali namoyon bo'ldi. U biz yashaydi, engimiz orqali bizga ta'sir ko'rsatdi. Bu yo'qlan gaplarni qo'y. Xo'p, shundoq bo'lsa nima bo'pti? Bizga buning nima daxlisi bor? Nemishqa daxlisi bo'lmaydigan aql idrokning qudrati bilan inson o'ziga o'zi Xudoga o'xshash ta'sir qiladi. Yomonlikni chin dildan tan olish degan nima gap? Menimcha bu yovuzlikni Xudo darajasida turib qarashdir. İnsan o'z mohiyatiga yangicha qarashni o'zi belgilaydi. Undaqda sening bu qarashing bilan ommaning fikri o'tirsada nima farq qiladi? Biz ommaning asari bo'lib qolmaslik uchun ommaning fikridan o'zimizni olib qochamiz. Sizlar bizga tang kelolmaysizlar. Biz alohida odamlarmiz. Xato fikr, erkinlik qonunidan qo'rqmaganda haqiqiy erkinlik bo'ladi. Aksicha bo'lganda u xam xiyol. Sening erkinliking doim qo'rqinish ichida, qonuniy jazoni kutib yashaydi. Xo'p, undaq bo'lsa nima bo'pti? Sana buning nima chetilish bor? Bu yo'lni sen emas, o'zimiz tanlab olgan. To'g'ri, o'zing tanlab olgan, lekin bu yo'lga seningdan boshqalarmi kirgan? To'siq ko'chadan chiqib ketgili bo'lamdi. Mana mashaning o'zida cho'lda, ochiq osmonning tagida to'g'ri tarazi qilinglar. Bu ishdan butunlay voz kechman deb o'zinglarga va'da beringlar. Xatarlik sodining foydasidan, yaramsiz odamlardan yuz o'ringlar. Tangri bilan hammamizni birdan-bir ong vositasida birlashtirgan Xudo o'g'li atalgan Ayso bilan murassaga kelinglar. Xo'p, ondan nima bo'ladi? Ondan sen yana chin inson degan nomga muyassar bo'lasan. Pah, nima degan chiroyli gap bu. Yana kelib shunchalik oddiy teg'i. Girshan tayqini o'ynab o'ltirib qapqini soldi. Döngning keynidan o'tib ketayotgan yana bir yuk poyezdining shovqini besilishini kutdi. Ondan
Tili haddidan ziyoda erkinlashib ketgan Audiga masxirlik ko'zlari bilan teshvatgudek tikilib shundoq dedi. Muhtaram Audi, sening gaplaringni butun diqqatim bilan angladim. Xo'shal bo'lmayli qo'y. Sen qattiq xato qilyapsan. O'zingcha meningdan boshqa hech kim Xudo bilan dilda gaplasholmaydi deb o'ylasang kerak. Bilib qo'y, Xudo bilan muomala qiladigan yolg'iz senlar emas. Sen taqvodor bo'lsang, bu ne'matdan bizmi mahrum emasmiz. Aptinga qara, qo'rqiningdan deming ichiga tushib ketdi. Ajablanma. Manga o'xshash bir odamning Xudo bilan aloqa qilib turishi sanga bakmo g'adata tuyulyapti-da. Undaq emas, faqat aloqa degan so'z to'limi qiziq tuyuldi. Aksicha sening og'zingdan bundaq gapni anglab xursand bo'ldim. Balki sen fikringni o'zgartgansan. Hargiz, shunchami sodda bo'lamsan. Xo'p, undaqda bilib qo'y, Kalastratov. Faqat tilingni tishlab qolmasanglar bo'ldi. Xudoga meningmi borar yo'lim bor. Men uning huzuriga orqa eshikdan kiraman. Xudo deganing sen o'ylagandek noz piroq bilan tanlab o'ltirmaydi. Xudoning oldiga orqa eshikdan kirib nimaga erishatding? Erishadigan narsam seninkidan kam bo'lmaydi. Men odamlarga shodlik bag'ishlayman. Ular kayfilikda Xudoning visoliga yetadi. Men beradigan narsani ular yo sening pandi nasihatlaringdan, yo vazlaringdan yoki duo ibodatlardan topolmaydi. Men o'z odamlarimni Xudoga boshqa har qanday odamdan tezroq yetkazaman. Pulga setib olgan Xudoga yetkazamsan? Zaharning yordami bilanmi, mengisini aylantiribmi? Sen texi buni Xudoning visoliga yetish baxti deysina? Ha, nima bo'pti? Sen buni Xudoni oyoq osti qilganlik demsan, bo'ldi qo'y. Nozik ko'ngillarga azar bergan yerim bormi? Neningni yerim qilibdimanmi? Yo'lingni to'sib qo'ydimmi? Shundaq, men pulga neshiga tayandim. Nima bo'pti? Pul deganing osonlikcha qo'lga keladigan narsa emas. Pul hamma narsa. Nima? Pulning xudosi butunlay boshqa deb o'ylaganmiding? Chirkovlar va boshqa tashkilotlarda sizlar pul ishlatmamsizlar? Bu butunlay boshqa narsa-ku. Bas, hasratlanma. Dunyoda hamma narsa setildi va ilindi. Jumladan sening Xudoying muhim. Lekin men odamlar maza qilib kayf sursin deyman. Sizlar so'zda va uning ustiga u dunyoda va'da qilgan narsalarga men odamlarni bu dunyoning o'zidala miyasir qilaman. Faqat kayfla rohat farog'at bag'ishlaydi. Olamda o'zingni qushdek erkin his qilsan, ko'klarga uchasan. Bu rohat, bu lazzat ko'zni yumib ochqicha o'tib ketsa-mu, birdamlik bo'lsa-mu mayli. Lekin uningda baxtiyorlik, saodat bor. Uningga faqat hoshini yo'qotiblar yetkili bo'ladi. Sen taqvodorlar bo'lsang, hatto mana shu birdamlik rohatdan bo'lsa-mu mahrumsizlar. Gaping to'g'ri, bularning hammasi birdamlik. Shundaq bo'lmaychi, 5 tin to'lab haqiqat topmoqchimisan? Bekor gapni qilsan, avliyo ota. Boshqa baxt bo'lmagandan keyin ochiq o'g'u uning o'rnini bosadi. Yo'q narsaning o'rnini to'ldir deb sana kim aytdi? Bularning hammasi yovuz niyatdan boshqa narsa emas. O'pkangni besib ol, Kalastratov. Obdaroq o'yinib boqadigan bo'lsang, men texi sening yordamchingman. Qandoqlarcha? Buning qilchi ajablanadigan yeri yo'q. Olam bino bo'lgandan buyon odamlarga qandoq va'dalar berilmadi? Xo'rlangan va haqoratlanganlarga qandoq mo'jizalar yaratib berish va'da qilinmadi? Xudo saltanatini yog'dirdi, yey. Demokratiya, barobarlik yey, birodarlik yey, kollektiv hayot baxt yey. Xohlasang kommuna qurib yashaydi ekansan, tirishib ishlaydiganlar bo'lsang, jannatga kirdi ekansan. Biroq amaliyot-chi hammasi quruq gap. Men bo'lsam, meni tushansang, ko'ngli yerimlarga, g'ayrib g'uva va ko'ngli sunuq bechoralarga armak berman. Xiyollarning beliga tepaman. Men chaqmoq qaytirmoqchiman. Odamlarni yetkili bo'lmaydigan Xudoning yeniga orqa yo'l bilan boshlab boraman. Ha, men o'ylaganimmi xatarliroq ekansan. Sen dunyoni butunlay ostin-ustin qilib tashlashing mumkin. Buni hatto tasavvur qilishmi qiyin va qo'rqinchli. Helimi yaxshi Napoleon bo'lmagining. Yuqoriroqdan kelaver. Napoleonmi gapmi? Meni o'z erkimga qo'yib bergan bo'lsa, vaha, nimalarni qilmaydim. Agar biz birdila g'arbga berib qoladigan bo'lsak, g'uluchimizni nelarga yaymaydik deysan? Shundoq bo'lsa, senmi mening bilan tartishib o'ltirmas eding? Yaxshiligimi, yomonligimi mening ko'zlarim bilan qaragan bo'larding. Buningdan gumonlanmayman, lekin sening bu so'zlaringdan
qo'rqinchli bir nima ko'rmadim. Gaplaring yangi gap emas. Sen kirishsan, odamlar ishonchini yo'qotib qo'ygan joylarda jon boqmoqchi bo'lsan. Buningga odatlanishmi ancha qiyin emas. Sen uchun hammasi yomon, hammasi yolg'on bo'lgandan keyin o'zingni kayf qilib yuraver. Sen bo'lib o'tgan hamma narsalarni qaralaysan. Seningcha shundoq bo'lsa, qani qo'lingdan kelsa, odamlarni dunyoga boshqacha qarashga o'gitib boqmamsan? İman sening nashang emas, iman nini avlodlar beshidan kechirgan azob oqibatlarning mevasi. İmanga erishish uchun ming yillab va kunda degidek mushaqqat chekish kerak. Sen o'zingning sharmanda hunaring bilan olamning azaldan kelayotgan tartibini buzmoqchi, yo'ruq kunni tunga aylantirmoqchi bo'lasan. Hozir aysh ishirtani surasan, keyin japa kulpitin tartsan. Sen ko'kka ko'tarilib maqtayotgan kayfdan keyin albatta saranliq boshlandi. Ondan odam tamamen peskashlik patadi. Sen nemishqa bu taraflarni tilga olmaysan? Sen degan kayf naq ig'vogarchilikning o'zi emasmi? Oxir Xudoning oldiga borgandek bo'lib, iblisning quchog'iga tushsan. Undaqda qanday qilasan? Qanday qiladim? Bu degan qissoslik dunyo. Buningga chora bor, jazo bor. Yaşaganның жазасы өлім. Sen bu haqda o'ylab baqqanmiding? Nemishqa jim bo'lib qolding? Sen avliyo mening bu fikrim yoqmay qoldi-da? Aysa payg'ambarga qarshi fikrlar albatta yoqmaydi. Ha. Aysa payg'ambarga qarshi odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, sening u xristianchiligingning qancha pulga yaraydi? Bunda xristianchilik bilan kimning kori bo'ladi? Mening sizlarga kerak odam ekanligim mana shuningdan chiqib turadi. Undaq bo'lmasa, sizlar kim bilan kurash qilasizlar? İdeyalarning jangovarligini qanday namoyon qila olasizlar? Tozumu makkar ekansanda deb ixtiyorsiz kulib tashladi. Chigishliklardan ustulik bilan foydalanadi ekansan, lekin gapni padazlama. Sening bilan o'rtaq til tepishimiz qiyin. Biz ta'tir odamlarmiz, bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Shuning uchun meni bu yerdan qo'llayapsan. Sen mendan qo'rqsan, lekin men baribir o'z gapimda turman. Bu yo'ldan qayt, to'g'ri qil, yosh bolalarni o'zingdan bo'shat. Men sendan yordamimni olmayman. Girisham birdam jim bo'lib qoldi. Tayiqiga tayangan peti qapqini turib, u yoqdan bu yoqqa mengishqa boshladi. Ondan mengishdan to'xtadi. Agar sen yo'ldosh Kalastratov meni qo'rqityotidi deb o'ylasang, qattiq xato qilgan bo'lsan. Qalg'un kelsa qilaver. Seni qo'g'layotganim yo'q. Hozir yuk vagonlarga chiqib olamiz. Yana qatnash vositalariga tashkillik holda tuyuqsiz zarba beramiz. Yaxshisi qaroqchilarcha degan uning gapini to'g'riladi Avdi. Mayli, sening deganingdek bo'lsin. Qaroqchilarcha desangmi mayli. Lekin maqsadimiz talon-taroj qilish emas. Maqsadimiz yoshirincha manzilimizga yetib olish. Buning farqi bor. Ammo sening davlating bizning erkin berib kelishimizga yo'l qo'ymaydi. Davlatga til tekkizma. Xo'sh, menga nima taklif bermoqchisan? Aytishqimi arzimaydi. Aytmoqchi, vagonlarga qaroqchilarcha chiqib olgandan keyin Grishan temir yo'l tarafni beshi bilan ko'rsatdi. Hamma jam bo'ladi. Ana shu chaqda kichik Lyonkolar va Horun Petroxolarga deydiğning neda? Ularning jonlarini qutquz. Ey xalos qilguvchi. Men g'in qilmayman. Sana zarichilik to'sqinlik qilmayman. Meni misol yo'q deb hisoblaver. Mubada u odamlarni kayningdan agashtirib ketarsan, ularni o'z xudoyingga ishontiralsan, men shu zaman yengillikimni bo'ynimga elib, qaramnimi ko'rsatmak ediman. Gapimni tushunyapsan, bu shartimni qabul qilamsan? Qabul qilman. Qisqa javob berdi Avdi. Undaq bo'lsa boshla. Aramızda bo'lib o'tgan gapni hech kim bilmaydi. Tog'dan-bog'dan paranglashdik deymiz. Rahmat, lekin mening yo'shirgan yerim yo'q. Javob berdi Avdi. Girishan yelkisini qisdi. Debli qo'ydim. Injilda yozilgan sen aytding deb may oyining oxirgi kunlaridan biri soat kesh 7lar bo'lib qolgan edi. Lekin tüp-tüz cho'llikda quyosh hamon vol-vol nur chechib qizdirib turadi. Kun bo'yi xuddi bir yerga bog'lab qo'yilgandek nima sababdandir qimirlamay turgan kumussimon bulutlar avval oppoq oqirib, kashga yaqin ufuq tarafda qop-qora bo'lib eslib qoldi. Buning bilan Avdining ko'ngliga uquli bo'lmaydigan bir andish tushdi. Ahvoldan qaraganda chaqmoq chaqirganda qiladi. Poyezdlar hamon shimoldan janub tarafga, janubdan shimol tarafga o'tib turadi.
Keng zemin ularning yo'g'on choqlari ostida chirildaydi va titrakka tushadi. Qanchalik yer, qanchalik ko'z yetmas makonlar va yo'riqliq bor ha? Shundoq bo'lsa-mu, odam bolasiga nimadir yetishmaydi. Hammadan burun erkilik yetishmaydi, deb o'ylaydi Avdiy bepoyon taqir cho'llarga qarab. Odam bolasi odamlarsiz yashayolmaydi. Uning ustiga yana odamlarga taqat qila olmaydi. Mana hozir nima qilish kerak? Girishonning to'zg'iga tushganlar uning besimiga qaramay, popozlari qo'rqitishlarga parvo qilmay, aql idrak erkiga qarab, mangsa nima qiladikin? O'zlarida bu baxt apyunkashdan qutulolg'udek kuch va iroda tepilarmikin? Ovuningga qarang, uchiga chiqqan xavflik aldamchi ekan. Nima qilay? Qanday yo'l tutsam to'g'ri bo'lar? Nihoyat kutgan payt keldi. Yuk poyezdini to'xtatishdan burun chaparmanlar 2-3 dan bo'lib, temir yo'l bo'ylab o'sgan chatqallar va egiz o'sgan qo'yiq o't-cho'plar orasiga yo'shirindi. Uchtak kelib bir-birini xabardor qilgan bo'ldi. Yo'lning yiroqdagi aylanmasida yilondek to'lg'inib poyezd ko'rindi. Uchtak ovoz kelib hammasi darhol atnishga hozirlandi. Neşe doldurilgan çamadanlar ve çoğun çam somkalar kollarida edi. Audi Petruha ve Linkua üçeylen tömür yol remontidan qeyip qalgan uşaq şekil dövüsünü panahlap yatatdı. Girişan ulardan sel neriroqda edi. Onun yanında 2 chaparman bar edi. Ularning birini qo'ng'ir chashliq yigitchaqni Kula deb ataydi. Burni to'mpib chiqqan Kavkazcha talaffuzda so'zlaydigan chapdas yigitni Mahash deb chaqirishadi. Abdidan qaraganda u asli Mahash qilatdan edi. Boshqalarni Avdiy tonimaydi. Yana 2-3 chaparman o'zlariga aplik joyni panoh qilib, poyezdning kelishini paylab yotadi. Girishon temir yo'lga doğru sepib, ko'rik ustida go'yo o't ketganda qilib ko'rsatish, shuning bilan mashinasini poyezdga to'xtatishga majbur qilish uchun 2 kishini avatgan bo'lib, ular bu yerdan xeyli yiroqda 330 kilometr belgisi qo'yilgan yerda edi. Shu yerga bahorning toshqin suvlari ilib ketgan cho'nqur yer ustidan kichikroq temir yo'l ko'rik o'tadi. Chaparmanlar g'ulatquchi deb ataydigan heliqi ikkisi ashu nozik yerga hozir doğru chashmoqda edi. Poyezd yiqilashdi. Avdi hammalarning nima bo'larkin, omon eson vagonlarga chiqib olarmizmi? Qanday vagonlarkin? İş qilib, nefit to'shaydigini bo'lmasin, uningga qanday joylashquliq deb titrab qaqshab turganligini tushunadi. Mubada muobazat qilib mengildigan harbiy poyezd bo'lgan bo'lsa, uningda ish texmi chataq, biroqla tugishadigan gap. Linko qo'llari qo'llashmagan holda tamaka tutashtirdi. Petruha shu zamatla uningga g'azbini chashdi. Darrov tashla. O'ltirib yetaman, iflos. Biroq chiroyi tatirib ketgan Linko uningga parvo qilmay ichiga hadab tutun tartatdi. Petruha uningga yirtqishdek tashlandi-da, g'ulichini kerib beshiga urdi. Shapkasini uchirib etdi. Lekin Linko mu qarab turmadi. Zarbiga zarbi bilan javob berdi. O'zini o'nglab turib, Petruhani boplab tepdi. Petruha qutirab ketdi. Ikkaylan jon-jakli bilan pomtaqlashib ketdi. Avdiy o'rnidan qo'zg'alishga majbur bo'ldi. Bo'ldi qilinglar, dedi u Petruha Linkoga tagma. Uyalmamsan? Lekin Petruha jakli bilan Avdiyga tashnib, "Sen aralashma, ish popning o'g'li", dedi. "Nemishqa hangiqib tursan? Por ko'tak, bo'ying bir chaqirim neridan ko'rindi." U shundaq deb jon jakli bilan Advini ishtirib tortdi. Ular chuji xo'rozlarda qiziqqanlik bilan bir-birini og'ziga kelguncha so'kkan peti holsirab yana o'z joylariga bekinishdi. Poyezd yiqilishib kelmoqda edi. Chaparmanlarning titrab lag'ildoshlari Avdiyga o'tdi. Ahvol to'limi ig'ir va xatarlik edi. Avdiy balliq chaqlaridan tartibla poyezdlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. U urushning keyingi osmonga qo'yiq tutun va oppoq par chiqaradigan, to'rt atrofga qishqirib shovqin soladigan ajoyib parovozlarni ko'rgan edi. Lekin bir kuni emas, bir kuni poyezdni mushundaq zerqib kutaraman deb o'ylamagan edi. Mana endi qonunga xilof holda hatto zo'ravonlik ishlatib poyezdga chiqish kerak. 2 parovoz birlashib tortib kelayotgan eg'ir yuk poyezi odamni butun vujudida aks sada paydo qilib borgan sari yiqilishyotdi. Ilgirki parovozlar hozirgi ichidan yonadigan dvigatellar bilan zotli o'xshamaydi. Ularning kuchi ichiga yoshiringan, lekin ular shunchalik ko'p vagonni so'rab mang'atdiki, ularning oxiri yo'qdekla ko'rinadi. Son-sanoqsiz chaqlar tum tassin aylanadi. Vagonlarning tegidan gurildab shamol chiqadi.
Güldürlеген тавышлар bir ritmda taqur-tuqur anlatdı. Audi rasa şiddet bilen kelivatqan bu devide güçlük maşinaga qaradı. Onun həddidən artıq yoğan və uzun sostavını to'xtatish mümkünligiga hech ko'z yetmadi. Vagonlar, tuz vagonlar, neft baklari, yog'och besilgan vagonlar, sanduqliq vagonlar orqa-orqadan o'tib turadi. Sostavning yerimi o'tib bo'ldi. Audi hech narsa qila olmaydi. Bular bekorga avara bo'lyapti. Shundaq shiddat bilan ketayotgan cho'ng poyezdni to'xtatishning iloji yo'q deb o'yladi. Lekin birdilla poyezdning tezligi pasaydi. Chaqlar bargan sari asla aylandı. Tormozning eg'ir g'irishligini anglab, sostav xuddi kutilmaganda müdürlab ketgandek eg'ir silkinib, minishni astalatdi. Audi ko'zlariga ishonmaydi. Poyez hesabda to'xtagan edi. Shu chaqda chirildab ushtak chelindi. Onunğa javoban yana shundoq ushtak ovozi keldi. Ketdiq, buyruq qildi Petruxa. Olg'a. Ular xalta va sumkalarni ko'targan peti aslab qolgan vagonlarga o'zlarini atdi. Hamma ish pistirmida yetib birdilla hujumga o'tgandek ko'z yumib ochganning orlig'ida yuz berdi. Nima o'ttir kelsa, shuni tutib tirmishib, xohlagan vagon va xohlagan joyga chiqib joylashib olish kerak edi. Ondan vagondan vagonga sakrab, aplikrak joy topqili bo'ladi. Onundan nerisi Adviga xuddi bir yomon tushdak sezildi. U xuddi osmonga taqashgandek ishik terisi bo'lmagan vagonlarni bo'ylab ittik yugurishga boshladi. U vagonlarning odamni hayron qoldirarlik darajadagi egizligidan, chaqlardan chiqayotgan qarmoq puraqlarining g'oyat o'tkirligidan hayratga tushdi. Chaqlarning yana ko'zni yumib ochqicha tezlashib ketishi odatdagi ish edi. Audi shuningga qaramasdan jinni tikib vagonga yamashdi. Kimgadir yordamlashdi, kimlardir uni qo'lidan tortdi. Poyezd ikki qitim sharaqlab tortildi, silkindi. Chaqlar g'uchur-g'uchur qilib ketadi. Chaqlarning tegida qilish xavfi ko'zga ko'rinib turadi. Biroq hamma ish joyida bo'ldi. Poyezd yana bir qitim qattiq silkinib, o'tib ketgan vaqtini to'ldirib olish uchun shiddat bilan ilgirlab ketdi. Audi qayrilib qarab, o'zining ichi bo'sh yuk vagonda turganligini, o'zining ajralmas hamrohlari Lenko va Petruxaning ulardan boshqa Grishanning shu yerda ekanligini ko'rdi. U zaxm yegan puti bilan vagonga qandoq chiqib oldi ekan, buni Xudo biladi. Mahash va ko'lami uning yonida turadi. Hammasining rangi ro'yi tatirib ketgan bo'lib, hosirab nafas oladi. Lekin chiroyi shod va mamnun edi. Hamma ishning yaxshi oyoqlashganiga va eng chataq joyning amdi orqada qolganligiga Audining zotla ishingisi kelmaydi. Nashi yiquvchilar amdi jalpoq soz bekiti tarafga ketib boradi. Uningdan u yiqiga ularning hammasi cho'ng yerlarga, katta shaharlarga, odam qaynamdiri ichiga elib boradi. Yana 5 soatcha yo'l yurish kerak. Vagonda yuk tushirilgandan keyin qolgan bo'lsa kerak. Boş qog'oz yeshiklar bor ekan. Choparmanlar ularni taglarga qo'yib, o'rindiq qilib olishdi. Grashanning degani bo'yicha sirtdan qaraganda ko'rinmaydigan bo'lib o'ltirishdi. Vagonning ichi xeyli yo'riq bo'lib, havo kirib turish uchun ustidagi taxtaylar ko'tarilib qo'yilgan edi. Agar bir tarafdagi eshik ochiladigan bo'lsa, g'uyuldab shamol kirib, ularga sovuq tegishi mumkin edi. Qandaqdir bir kichik achalda to'xtaganda ular eshikni mahkam yepib, dimiq va issiq vagon ichida g'ing qilmay jimjit o'tirishdi. Lekin sostav oldiga hech kim kelmadi. Petruxa asta sirtqa qarab, hamma ish joyida, hech kim ko'rinmaydi dedi. Uduldan kelayotgan yo'lovchilar poyezi yonlaridan gurildab o'tib ketgandan keyin sostav yana o'rnidan qo'zg'aldi. Oldidagi bir kichik bekatda Mahach bir tung suv tepib keldi. Vagondagi hayot xeyli jonlanib ketdi. Qattiq non va konservalar yeyildi. Jalpoq sazga borganda oshxonada to'ygacha issiq tomoq yeymiz deb orzu qilishdi. Poyezd bo'lsa, shu cho'llardan tog'lar tarafga mangmoqda edi. May oyining ko'chalari uzun bo'ladi. Atrof texnichala yo'riq edi. Ular uni buni deb paranglashib o'tiradi. Ko'proq turli tomoqlarni va pulni aslashadi. Petruxa Mormaniskida o'zini mamuqdek bir qiz saqlayotganligini aytdi. Shu chaqda Mahach sap Kavkazcha chaqchaqqa o'tib qaynab ketdi. Menga qara, Petruxonajon, azizim, sen Mormaniskidan boshqa yerda ayol topolmamsan? Moskvada topqilib bo'lmamdikan? Ha, nima, Moskvada xotin yo'qmikan?
Undaq ishlarda sen texi so'yma. Mahaç, nemening ma'nisini tushunatding? Ochiq keldi Petruxaning. Nechiga kelding? Nechi bo'lsa shunchaga. Bizning Kavkazda meningdeklar allaqachon balliq bo'lib bo'ldi. Ha ha ha. Bu gap hammaning ko'nglini chaqildi. Hatto Avdiymo Girishanga qarab qo'yib, ixtiyorsiz kulimsirdi. Girishan bo'lsa bir yoqda takabburlik bilan hejib turardi. U yig'im kursida bayqidaklar agri tayqini tutib o'tirardi. U xuddi boshqa chaparmanlarga o'xshash nachar tamaki chekatdi va faqat shuning bilan Allohga o'xshaydi. Ko'p o'tmay ular hazil chaqchaq bilan bo'sh vagonni tamoman o'zlariniki qilib oldi. Quyosh texi ufqqa patmagan, hamma yoq yo'q-yo'q bo'lsa-mu, Linka vagonning bir chetida uyquga ketgan edi. Boshqalar uxlamoqchi bo'lib turardi. Qandoqdir arzimagan narsalar ustida gap setib, tamaki chekib o'tirgan chaparmanlar birdan jimib qolishdi. Ondan Girishan tarafga qarab, olinimini shivirlashga boshladi. Quloq sol Girishan deb uningga murojaat qildi Mahaj. Biz yig'in ichib qaror chiqardik. Bir oz kayf bo'lsaqmikin, vaqt xeyli bor. Oqqan qarag'ayda shundaq bir nochisi borki, vah. Bundiqini faqat Bag'dod o'g'risilar chekkan. Girishan Avdiyga xo'sh, qandaq deganda qilib tezla qarab qo'ydi. Ondan bir pas jim turdi-da, "Chekeveringlar" dedi. Hammasiga jon kirib Mahashni o'rib elishdi. Mahash chapinning qaysidir bir yeridan heliqi Bag'dod o'g'risi chekadigan nochisidan chiqarib uzun qilib yogidi. O'zi birinchi bo'lib chekdi. Ondan yenidagilarga uzatdi. Har biri nashning tutunini ichiga huzur qilib tortib, ondan tamakini sherga sunatdi. Navbat Petruxaga kelganda u tutunni ichiga sumirib, ko'zlarini yumib qattiq sho'radi-da, ondan Avdiyga uzatdi. "Qani Avdiyay, senmi bir chek? Sening naring kam, ma chek. Ha, nimacha o'zingni olib qochsan, qiz bolamisan nima, bola?" "Yo'q, Peter, men chekmayman. Avar bo'lma." Petruxaning qo'lini qattiq qaytirdi Avdiy. Petruxa darrov ranjidi. "Popliqing hech qolmadi-da. Qoyilman sana. Pop-sop. Sana yaxshilik qilib sen bizdan yerginayotsan." "Men yerginayotganim yo'q, Peter. Bu gaping to'g'ri emas. Bora, sana gap uqtirg'il bo'ladimi?" Qo'lini shiltidi Petruxa va yana bir qitim ichiga cho'nqur tortib, tamakini Mahashga berdi. U bo'lsa Kavkazcha chaqqonlik bilan uni Girishanga uzatdi. "Amdi aziz birodar, navbat sening, so'z sana." Girishan gap qilmay uning qo'lini nerishtirdi. "Mayli, o'zing bilasan, o'zing xon, o'zing bek." Ichingan holatda beshini chayqidi Mahaj. Tamaka yana qo'ldan qo'lga o'tishga boshladi. Linko sho'rab chekdi. Uningdan keyin Ko'la, ondan Petruxa va yana Mahaj chekdi. Uzoq o'tmay chekuvchilarning kayfiyati o'zgarishga boshladi. Ularning ko'zlari goh tuman bilan qoplanadi, goh vol-vol qilib ketadi. Og'izlarini qalchaytib sababsizla hijishadi. O'zlarini g'oyat baxtiyor his qiladi. Faqat Petruxala helimi qo'rsoq ko'pikini unutmay, orlab Avdiy tarafga norozi bo'lib nazar tashlaydi. Poplarning hammasi to'ng'iz bo'ldi deb g'odinshaydi. Girishan bir chetda bangilarga bemalol qarab o'tiradi. Lablardan ko'pni ko'rgan odamlardek kinoyalik takabburona yenib kuyguchi tabassum neri ketmaydi. U vagonning ochiq turgan eshigi oldida turgan Avdiyga damma-dam hömiyib o'g'irlik chiqarib qo'yadi. Qarashidan bo'layotgan ishdan mamnunlik chiqib turadi. Shak shubhasizki, bularning hammasi diniy aqidlarga rioya qilgan Avdiyga qanday ta'sir qilayotganligini pamlab turadi. Avdiy Girishanning chaparmanlarga nash chekishga ijozat berib, o'ziga bir tomosha ko'rsatmoqchi bo'lganligini bilib turadi. Uning qarashlaridan ko'rib qo'y, qanday bo'ldi-kin? Mening kuchim nimada ekanligini bildingmi? Sening yuksak intilishlaring bu betarliklar oldida naqadar ojiz ekanligini endi tushundingmi? degan ma'noni pamlaydi. Gerçi Avdiy o'zini ularning qilg'uliqlari bilan korim yo'q deganda qilib ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, lekin ichida Girishanning yomon yo'ldan qaytara olmayotganligidan, ojizligidan qattiq o'kinadi. Chaparmanlarni Girishanning ta'siridan qutuldirish uchun nima qilsa bo'ladi? Endi Avdiy sabr taqati tugab g'azabini bosolmay qoldi. Peterga tamakining ko'tikini chekish uchun yana uning tutganda o'zini bosolmadi. Nihoyat yerildi. Tamakining qoldiqi
sho'rilaverganlikdan xunuk sog'ish ko'k rangga kirgan edi. Ol Audiyas, nimancha taringni buzsan, voy popning bolasi yey. Chin ko'nglimdan davatman, butun mazzi oxirida bo'ladi. Menga qaymoqdek erib ketadi. Zoda orom bermidi, xafa bo'lib Petruxa. Neri tur, silkib tashladi uni Audi. Shundaqmi texi, men sana chin dilimdan davatsam, noz qilyapsan nima? Qopqingni turvatsan-ku? Bo'pti, apgal, dedi Audi pig'ani teshib. Bu yenib turgan tamakiga qo'lni so'zib, uni Petruxaga namoyish qilgandek beshidan egiz ko'tardi-da, vagonning ochiq turgan eshigidan taloq tashlabdi. Bu ish shuncha tez yuz berdiki, hammaylar va hatto Girshammu hayron bo'lganidan qetib qoldi. Orga tushgan sukutdan poyezd chaqlarining shiddatli ovozi texim aniq va vahimalik anglandi. Ko'rdingmi? Dedi Audi Petruxaga. Nima qilganimni hammin ko'rishdingmi? Ochiqi bilan dedi u boshqa chaparmanlarga bir-birlab qarab chiqib. Buningdan keyin doim shunday bo'ladi. Petruxa bilan boshqalar hayron bo'lib Girshanga savol nazarida tarashdi. Qandaq bo'lgani xo'jayin, bu kasobat na'dan kelib qoldi? Girshan birdam Audiga, birdam chaparmanlarning domsaygan chiroylarga masxara qilgandek qaraydi-yu, undamaydi. Mahashning taqdi taq bo'lib ketdi. Hey birodar, nemishqa gap qilmaysan? Nima, gochi bo'lib qoldingmi? Yo'q, gochi bo'lib qolmadim, dedi Girshan. Ondan zahri xandalik bilan cho'rtla kesdi. Men buni nimaga g'ing qilmayman deb va'da bergan edim. Qolganini o'zinglar hal qilinglar, mening boshqa gapim yo'q. Rostmi? Osmoqchilab so'rdi Mahash Avdiydin. Rost, lekin gap boshqa yoqda. Vaqirdi Avdiy. Men uni pash qilmoqchidim deb Girshanni beshini silkitib ko'rsatdi u. Bu iblis samminglarning yo'ldan chiqargan. Halokat girdobiga kelib qoldinglar. Men jim qarab tura olmayman. Haqiqat men tarafda. U nima bo'layotganligini, o'zining nima qilayotganligini, nimalarni deb vaqirayotganligini bilmay, nashi to'ldirilgan yuk taqlar ichidan xalsini kuchab tortib oldi. Girishandan boshqasi o'ltirgan o'rinlaridan sakrab turishdi. Popning bu qo'ydan yavash bolasi zodi nima qilmoqchi? Mana qaranglar bolalar. Avdi xaltini besh tarafga ko'tarib silkidi. Mana shu narsaning ichida biz odamlarning beshini yeydigan, obat va qirg'inchilik keltiradigan o'g'i elib ketyapmiz. Pulga yenikla ushqan siz chaparmanlar. Sen Peter, sen Mahash, sen Lyuni, sen Ko'la. Shunda qilyapsizlar. Girishanni so'zlab o'ltirmasaqmi bo'ladi. Uning kimligini o'zinglar bilasizlar. Shashma Audi. Qani xaltini menga bergina deb uning yeniga mangdi Petruxa. Neri tur deb uni ittirdi Audi. Yaqin kelma. Odamlarning beshiga putgan bu balani qandoq yo'qotishni o'zim bilaman. Ondan keyin Audi chaparmanlar hushini tex topmay turibla xaltisining sirtmisini atartib ochdi-da, nashlarni vagonning eshigidan sirt chechishga boshladi. Ancha-munchalar nashi terib olgan ekan. Nashining sarg'ish ko'k yo'parmoqlari va gullari temir yo'l bo'ylab xuddi kuzdagi gul bargilardek parakanda bo'lib to'zib ushdi. Minglab sharaq pullar havoga so'rilmoqda edi. Chaparmanlar xilg'icha Avdiga ajablanib qarg'ancha shamdak qetib qilishdi. Ko'rdinglarmi? Vaqirdi Avdi va xaltisini tashqirg'atdi. Mana endi sizlarmi shunday qilinglar. Ondan birlikda to'y qilamiz. Xudoning shafoati va mag'firatiga sazovor bo'lamiz. Bo'linglar, Linko, Peter, la'nati nashranglarni to'kinglar, qutulinglar shu yaramassin. Sarong bo'lib qapti istansda u bizni tutib berdi. Uni Ur ishtpopning bolasini. Chirqirdi asvushini yo'qitib Petruxa. To'xtanglar, quloq selinglar. Ularga nimanidir tushundirmoqchi bo'lib vaqiraydi Audi nashkashlarning quturib ketganligini ko'rib. Lekin endi kechgan edi. Nashkashlar uning ustiga quturgan itdek tashlandi. Petruxa, Mahash, Ko'lalar bir-biriga navbat bermay uning beshiga mush yag'dirdi. Faqat Linkola ularning kuchining yetishicha ajrashib ko'rinadi. Qo'yinglar, bo'ldi qilinglar. U nima qilishni bilmay ularning cho'risida aylanadi. Lekin ularni ajratishga kuchi yetmaydi. 3 kishiga yolg'iz bir odam qandoq teng kelsin, rahimsizlik bilan qora qo'yga qaltaklash boshlandi. Ur, ishtir, vagondan tashlab deb ho'kiraydi Petruxa. Popni o'ltir, pastga at. Jo'r bo'ladi Mahash. Unda qilmanglar, o'ltirmanglar,
Өтініп қалай, өлтірмаңлар деп чиқырайды рәңгі өшкен, дір-дір titrab тұрған Ленка. Yo'qol Harmi, so'yib etman deb Lenkaning qo'lini tortdi vahshiylarcha ko'li. Audi kuchining bericha silkinib ketayotgan vagonning ochiq yeridan neriga o'tirroqqa surilishga urinadi. Neşkeşlərinin bunçilik rəhimsiz vəhşi, zoravan bo'lganligiga u əmdi ishandi. Bo'lmasa ular texi helila hozirlanib, og'ziga kelganini joylab o'tirgan emasmidi? Audi hayotining qil ustida turganligini tushunadi. Kuchlarmi tang emas edi. Kuchi eshib-teshib yotgan quturg'ush 3 yigitga yolg'iz o'zi qandoq tang kelalsin? To'g'ri, Lenka uningga yon besiyotdi. Lekin uning nemaga kuchi yetadi? Girisham bo'lsa hamon shu joyda, xuddi serik yoki teatr ko'rayotgandek tomoshabindek o'tiradi. Cho'ngchilik bilan hijiyatdi. Ohoy, mani ko'ring, deb levini purishtirib mazoq qiladi Girishan. U ularni itdek so'qishtirib qo'ydi. To'qinish bo'lishini oldin sezgan edi. Mana endi u g'alaba lazzatini survatdi. Uning ko'z oldida odam o'ltiryotdi. Audi faqat Girishan o'tirgan tushsala jini amon qolganligini sezib turadi. Girishan qutquz desila chaparmanlarning o'zini tinish qo'ydiganligini biladi. Lekin kallasini elibasimi u Girishandan yordam so'ramaydi. Birdan-bir chora, bir amal qilib vagonning ishkirigiga o'tib olish, bulunqa qisilib turish. Uningdan keyin kaltaklamdi, tepamdi, qo'ldan kelganini qilsin. Vagondan tashlab etmisilar bo'ldi. Bo'lmasa jondan umid yo'q. Lekin ishkiri bulunga yetib olish oson emas edi. Uni urib tepib yana vagonning ochiq turgan ishki tarafga tashladi. Audi shu yerda birdamdila turib qoldigan bo'lsa, uni hash-pash degicha tashqariga ittirib etdi. Shunga Audi yiqilgan joydan yana turadi. O'zini vagonning ishkirisiga elish qo'rinadi. Nashkashlar oxiri mag'dursizlanib, hoshini yig'ishtirib olar deb umid qiladi. Rahimsiz jangda degandila beshiga eg'ir zarba yegib Lenka yiqildi. Popning o'g'lidan yangi chiqqan avliyodan chaparmalarning dushmanidan oymasdan intiqom ilayotganda putlashib yurmasin deb ko'la uni tinchitgan edi. Nashkashlar mush ustiga mush atadi. Shamolga surilib ketgan shuncha pulga ichlari ichishatdi. Ur, jon yerga sol ablahning deb quturab shonni chachati Petroga. U Avdini keyindan kelib mahkam quchoqlab, qo'llarini orqasiga qayirdi va Mahashga to'g'riladi. Mahash shu ondala xuddi shayton ko'rgan buqidek g'azab bilan Avdining qo'rsig'iga urdi. Avdi o'lar holatda mukchiyib, og'zidan qon ketgan peti vagon ichiga yiqildi. Ondan uchaylan uni eshik tarafga so'rab mangdi. Avdi bo'lsa, shu ahvolda ularning changildan qutulib chiqishga urinadi. Qarshilik ko'rsatdi. Tirnoqlarning yerilib ketishiga qaramay, vagon taxtaylarga yepishadi. Mudhish Girishan bo'lsa, vagonning bir chetida go'yo hech narsa bo'lmagandek putlarni almashtirib o'tiradi. Bezang chiroydan mamnunlik chiqib turadi. Agri tayiqini langildatib o'ynab uchtak chelishni mashq qiladi. Audi Hilimo rahim shafqatlab Girishan qutquz deb vaqirsa kechikmaydi. Girishan uningga rahim qilib, oliyjanoblik ko'rsatib uni o'lim janqilidan qutuldirib qilishi mumkin edi. Ammo Audi amallik tilab eg'izini ochmadi. Uni qonlarini oqqizib, ochiq joyga so'rab ketdi. Vagonning ochiq eshigida oxirgi elishish yuz berdi. Ular Audini biroqla ishtirib tushirib etishdan cho'chidi. O'zlarining uning bilan billa sirqi g'olab tushishi mumkin edi. Audi ishga to'g'riraqi eshik orqasidagi to'mir tutqichga mahkam yepishdi. Poyezdning kuchli shamoli uni ishga maqlab tashladi. Audi sol puti bilan qandoqdir to'mir ilkaka bahuzur ilindi va butun eg'irligi bilan esilib qoldi. U yashash va kulfatdan qutulish uchun hech qachon bunchalik jon-jakli bilan urinmagan edi. Bunchalik kuch nerdan kelayotganligini o'zimi bilmaydi. Agar uni o'z holiga qo'yib beradigan bo'lsa, u balki tirishib yana vagon ichiga kirib olgan bo'ladi. Biroq chaparmanlar uning beshiga xuddi to'p tekkandek tepatdi. Og'zini buzib tillaydi. Oymasdan qora qonga bulg'aydi. U bo'lsa to'mir tutqichni zodla qo'yib bermaydi. Bo'libmi oxirgi daqiqalar bekmi dahshatli bo'ldi. Petroxa, Mahaj va Kola haddidan ziyoda vahshiylashib ketdi. Shu chaqda Girishanmi o'zini to'xtatolmay eshik oldiga yugurib keldi. Endi chumpardisini bemalol ichib tashlasa bo'laveradi.
Әмді Audi Kallistratov qandaq jan berdi, buni tomosha qilsa bo'ladi. Girishan chaparmalarning Audi'ni dozaqqa qandaq uzatishni kutib turadi. Girishan o'z ishiga to'liq usta edi. U boshqalarning qo'li bilan Audi Kallistratovni o'ldirmoqda edi. Mubada ada Audi Kallistratovning o'likini tepib, uning yiqilib tushganligi yoki o'zini poyezddan tashlaganligidan gumonlanadigan bo'lsa, Girishan shaxsan o'zi bu ishga qo'l tiqmagandikin, shu chaqdami hech narsani bilmagan, ko'magan bo'lib turaverdi. Bolalar janjallashib, mushlashib qolganda yuz bergan baxtsiz hodisa qochaman deb poyezddan tushib ketgan deydi. Ular oxirida Audi'ning yuziga tepishdi. Uning oxirida yodida qolgani shu bo'ldi. Chaparman nashkashlarning pashnalari qonga bo'yaldi. Shamol Audi'ning quloqlarida xuddi yolqindek ko'rildi. Uning vujudi bargan sir eg'ilishib, tövanga qo'rqinchli bo'shliq ichiga qo'g'ishindek tartiladi. Poyezd bo'lsa shamollarning qarshiligini yengib, cho'lda hamon bo'randek chapchaydi. Bütün yo'ruq olamda hayoti qil ustida turgan shu chapakash yigitga yordam qo'lini sunadigan biror odam yo'q edi. Uzoqdan uzoq davom qilgan kunning oxirida petib ketayotgan quyosh uning qiynalish dahshatidan olib ketgan ko'zlarini qonliq shafaqa bo'yab, uning bilan birga olam zulmatiga cho'kmoqda edi. Lekin qancha tepkini bilan Audi qo'llarini bo'shatmaydi. Shu chaqda Petruxa Girishanning tayqini tortib olib, oxirgi zarbini berdi. Girishanmi xuddi bilmagan kishidek tayqini ko'r odam hasa tutgandek tutib turgan edi. Mana marhamat elib urmamsan qo'llarga, mijiqi chiqib ketsin, bu qiz taloqning degandek qiladi. Shu chaqda Audi bir parcha qalliq go'shtdek pastga tushib ketdi. U temir yo'l ko'tirmasidan qandaq yiqilganligini, nimalarga urilib so'qilganligini sezmadi. So'stavning oxiri u yiqilgan joydan vijildab o'tib ketdi. Sobiq hamrohlari tushgan poyezd ko'zning g'oyib bo'ldi. Chaqlarning shavqin surallari tindi, lekin u bularning hech birini sezmadi. Uzoq o'tmay kun patdi, qorong'i tushdi. Qaramtul rangi kirgan g'arbning qo'g'ishin osmonida qora bulutlar quyulishatdi. Bu shum joydan endi boshqa poyezdlar shamoldek chipib o'tdi. Jinini saqlash uchun rahim shafqat tilamagan bu sho'r peshona yigit temir yo'l tövenidagi ozgalda u yoqdan bu yoqqa ig'inib yotadi. Endi uning tinim topmay izlab yurib, topgan hamma narsalari va amalga oshirishga uringan narsalarning hammasi mushu topda orqaga tashlab etilgan. Zuvalga yuz tutgan edi. U o'zini ayamasa, o'zini saqlab qilish fursatidan voz kesib bo'lamdi. Hamma gap boshqa narsa ustida emas. Uning hayot mamati ustida ketayotgan emasmidi. U bor yo'qi birla ig'iz so'zni "Meni qutquz Girishan" desila kupay qildi. Ammo bu so'zlar uning og'zidan chiqmadi. Fani olamda ajoyib g'aroyib ishlar haqiqatan son-sanoqsiz ekan. Bir chaqlarda tarixda shunday voqealar yuz bergan emasmidi? Galileyadan chiqqan bir shaxs o'ziga shunchalik ishongan ediki, ikki ig'izli gapni qilishni xohlamay halokatga giribdor bo'lib, oxiri sherin jindan ayrilgan edi. Lekin odamlar to hiligacha oradan 1950 yil o'tganiga qaramay as-hushlarni yig'ishtirib ololmadi. Ular bu voqea qanday yuz berdi, shunday bo'lishi mumkinmi deb hayron bo'lmoqda. Talash tartish qilmoqda, iztirobga tushmoqda. Bu ish ularga tunugunki yuz bergandekla tuyuldi. Qalb jarohatlari shunchalik yengidekla turdi. Shu zamondan buyon qancha avlodlar dunyoga keldi. Ular musha ishga o'rtanib ko'ydi. Agar shu yerda biz naq maydonda bo'lgan bo'lsak, galileylik odamni qiynashga hargiz yo'l qo'ymagan bo'lardik, deyishdi. Bu ish hozirqilarga ana shundoq tuyuldi ekan. Lekin dunyo aylanib hamma narsa unutulish daryosiga g'arq bo'lib ketadi-yu, biroq shu kun zotla asdan chiqmaydi deb kimning xiyoliga kelgan deysiz? Ha rost, shu kunmi juma kuni edi. Jinini qutqizish mumkin bo'lgan zot shu chaqda o'zini o'limdan xalos qilish uchun tilga ikki ig'iz so'z ilishni ravo ko'rmagan edi.